Toshkentda dam olish uchun yana bir yashil maskan ochildi. Gap shundaki, TTZ hududida joylashgan The Green Garden bog'ida keng ko'lamli rekonstruksiya ishlari yakunlangach, zamonaviy ko'rinishda yana tashrif buyuruvchilar uchun o'z eshiklarini ochdi. Rekonstruksiya davomida bog'ning infratuzilmasi to'liq yangilanib, yashil hududlar tartibga keltirildi hamda barcha yoshdagi tashrif buyuruvchilar uchun qulay sharoitlar yaratildi. Endilikda bu maskan nafaqat sayr qilish, balki oilaviy dam olish, sport bilan shug'ullanish va do'stlar davrasida maroqli vaqt o'tkazish uchun ham qulay joyga aylandi. Bog'ga tashrif buyuruvchilarni quyidagi imkoniyatlar kutmoqda: keng va shinam yashil dam olish hududlari, zamonaviy va xavfsiz bolalar o'yingohlari, yoga hamda sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlovchi maxsus mashg'ulot maydonlari, food truck hududi, turli xil mazali taom va ichimliklar, suratga tushish va yoqimli xotiralar yaratish uchun chiroyli manzaralar kutmoqda. Mas'ullarning ma'lum qilishicha, bog'ni rivojlantirish ishlari hali ham yakunlanmagan. Yaqin vaqt ichida bu yerda yangi ko'ngilochar obyektlar, xizmat ko'rsatish nuqtalari va dam olish zonalari ham bosqichma-bosqich foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Ish vaqti har kuni 9:00 dan 23:00 gacha. Manzil: Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani, Yuzrabot mahallasi. Ushbu xabarni Toshkentdagi yaqin va chiroyli maskanlarga borishni yoqtiradigan yaqinlaringizga yuborib, videoga like bosishni unutmang. Poytaxtdagi eng dolzarb muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.